quyosh bilan illiq, bahar yomg'iri bilan romantik tuyg'ularga to'ying'iniga o'xshash inson hayotimi mehr muhabbat bilan o'z ma'nosini topqisi. Qadrli do'stlar, diqqatingizda bo'layotgani Şinjan Sabah Madaniyat Tarqitish Chekli shirkati ishlagan Şinjan Alzoq kiyim-kechak chekli shirkati tajdorligini olgan Sabah kuyi programmasi. Bugungi Sabahga men mehmon. Qadrdonlar, o'zim riyosatchiligini qilayotgan Sabah kuyi sahnamizda o'zim yaxshi ko'radigan yana bir kasbim, ya'ni naqshi aytish bilan o'z hardug'imni chiqarmoqchi va mana mushu yetib kelgan bahor bilan har maylanga barakatlarning yig'ishini umid qilib, bahar temasidagi chiroyli kuyimni huzuringizga olib keldim. Yoqtirishinglarni umid qilaman. Dostlar, özümü bahar aylarida tug'ilg'achqimikin, baharni bək yaxshi ko'rman. Bahar bilan boshlangan har bir ishlaringlar o'ylig'inglardimi go'zal bo'lsin. Qadrdonlar, Sabah kuyi sahnamizda yangragan barliq kuylar, barliq huzur sizlar uchun. Şinjan Sabah Madaniyat Tarqitish Chekli shirkati ishlagan Şinjan Alzoq kiyim-kechak chekli shirkati tajdorligini olgan bu sonimiz ma'nolar bilan shu tarafda oyoqlash oldi turadi. Kelaksan programmamizning mazmunlari texmi rangdar. Atidagi sonimizni ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Soğuklarga sınıp gider.